Sevgili bölüm uyandılar ekan. Yo, bismillah. Ye, birinchi yirtildi. Ye, zakaz chiqdi-ku. Keyin qayda ekan endi? Yurasizmi? Ye, uzr ko'rmabman. Bu laptop orqasida odam ham bormidi? Ketmanmi? Kondisioner yo'qki. Senim kansani qo'shilgan. Prosta le'ingizga chopan kiyib olganingiz uchun terlab ketyapsiz menimcha. Jimlaramisizmi? Men terlayman. Lekin zo'r ekan. Ko'chaga chiqqanda ham issiqdan qiynalmaysiz-da. Le'ingizni shunday chaparasiz, tayyor zo'ntikda. Tushunmadim. Ketmani g'ururimga tegyapsizmi? Yo, gaplarim g'ururingizga yetib boryapman. Men ana le'ingizga deb qaytib kelyapman deb o'ylabman. Labam laganda nega shu botiksizlarga bu labni ko'taraman deb bo'ynam kelajak qolsa kerak. Kalonkada gapirganda bolalarga jahatni o'ylaysizlarmi shuni? Mayman deb ko'taday qilib. Men normalmisiz? Ha, chakki xaltada lab qo'ygan sen normalmi? Bittagina mo'ylab qo'yishga uyalib yurgan men ne normalmi? Oqshom jotgan dosti ham kerak bo'lmasa kerak. Nidan shundaymisiz? Men unaqa deyapsiz? A pastki labni shunday tuzish ko'rpacha bilan dastik bo'ladi, tepalab shunday chappari adal qilib jotaverasiz-da. Yetkazing. Babish botiks nima kerakligini aytmangiz-da. Cho'kapman! Yemanida odam cho'gayapti. Yordam beringlar! Ya men sizni bilmayman-ku. Xavotirimni o'zim qolaman. Ye, singlim cho'gib ketmang. O'ylamang, cho'kmayman. Menda bolam bor-ku. Ye, onasini yepsin. Endi bildim. Botiks ashirchi kerak ekanda. Men kelyapman. Ay, aka belimga tushdingiz. Ay. So'lashqa, og'irsiz lekin manchi deyman. Ha, molga o'xshamay o'rganlar. Eshak deb olib eshak minda o'ynashmi? Hammangni eshak qilaman. Men kelishga Nonim pishdi, endi sotib olasan. Non kerak emas, menga tort kerak. Mayli, 5 taga beraman. 2 ta pul. Oshmasin. Jumong. Rollarda Ilguk Song, Hye Jin Han, Seng Su Kim, Gwang Ryul Chun. Statsiona o'qni ber. Xo'p bo'ladi, Jumon. Ot. Men hayumosiman, ko'zimni yumib otaman. Men enangni eraman. Hozir hammangga otaman, tushundingmi? Jumong. Hammangni chumong chiqib yotdi, kap-kap uyatmasmi? Mana o'yin o'ynab. Sizlarni chiroyli qilib qilgin, xo'p? Sochimni yurib Qachon yelimdan ey, molga berishim kerak mana uni. Nima bor boshingdagi? Kakras mol mazaqi deydi. Ber. Evatga qay. Hojam, mayillik bilan otaman. O'sha tegingni. O'chib ketmasin. Joningga. Ye, nima qilyapsiz? Ona qizlarim tepada. Olma o'g'irlayapmiz. O'g'irlik yaxshi emas, yuringlar undan ko'ra marojna beraman. Marosna. Akalar marosna berar ekan, ketdi. Yo, onangni ham gurlar. Nima qilyapsizlar, o'g'rivachchalar? Qo'shdik dadam. Yo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim, ko'zimda bor yoshim to'kkan. Uni bu yil xohlagan narsamni olib berasiz. Qurumsoqda 100 ming so'm bergan. Qaysi 2 kilo go'sht olishimiz kerak. Tug'ildim-u, bozorda bo'g'ildim. Razmering nechi? 37. 44 ni bering. Nihoyatda katta-ku bu. Buni ichiga men bilan akam sig'amiz-ku. Voy akenga, sen akandan qolganini kelsin. O'tar ketar bu qora kunlar. Ona chanqadim. Uyda ichasan. Xo'p, oke, real kundaligi yo'qmi? Barsaniki bor. Amal beravering, tanaffusda. Tualetga ishlatamiz. Zo'r ekan, ha? Buningiz nechi pul? 500 ming. Yoqdimi? Olib beringmi? Boshqa do'konlarni ham ko'raylik. Olib bermayman. Buningga nima sig'adi? Velosiped nos it. Nima? Odam mana to'yga sig'adi 37-betmida. Oxirgi pulimizni yo'l kiramizga qo'ygan. Sharmanda qilmang. Yo'q, kenay to'g'ri kelmaydi. Yolg'izona bo'lib shu bolamni katta qildi. Dadam tiriklar-ku. Yetim bolamga rahmingiz kelsa. Bo'ldi. Tiriklar dadamni to'rga tiqdingiz. Oling men bu mening qo'qon ko'ynigingizni. Turetski bu. Sibati bo'lmoqda. Hey. Tur joyingdan ketdik. Yura. Samarqani radarlar aytib borasan. Tur. Tut radar.
70 kaskat. Qayerda? Ana tepada. Ha, zo'r bacham, malades. Qo'ng. Multirada, multirada. Qayerda? Mana. Malades bacham. Mana shu multirada. Ana shuni aytib qolmaganlik. 200. Qayerda? Qo'ng. Ana o'tdi. Ana. Ko'rding. Aytib borda, zo'r bacham. Ivi, radar bor ekan-ku, nimaga aytmaysan? Nimaga aytmaysan, ey? Ana radar ko'ryapsanmi, o'zi radarga tushdik biz. Nimaga aytmaysan? Bo'laman dedi. Nimaga uxlaysan? Uyda uxlasang bo'lmaymi? Avat! Bunga qara. Bu kuni uxlab qolganingda radarga tushdik dedim-a? Mana shtraf kelgan. Berak yana men senga yertaman hozir. Bu shtraf kelgan. Uxlama dedim-ku men senga. O nima bag'ir bachani nimaga uraytiribsiz? Menga qaragansiz-a? U kuni Samarqandga ketayotgandik. Yo'lda radarlar aytib borayotgan. Uxlab qolgan bunga qarang. Bu shtraf kelgan. Shunga shunchami bitta antiradar o'rnating. Hamsa hozirgi antradarlarga ishonch yo'q. Menga qarang, Neoline 8800 antiradar bor. Eng oxirgi rusumda. Qayerda radar bor, radarlardan necha o'tasiz, hammasini aytib boradi. Xohlasangiz o'zingiz moslab so'zlab olishingiz mumkin. Hozirgi kunda Neoline 8800 antiradariga 31-avgustgacha chegirma ketmoqda. Oldingi narxi 2.921 ming so'm bo'lgan bo'lsa, hozirda 2.560 ming so'm. Uzun marketdan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zim o'rnatib beraman. Hamsa, shuni o'rnatib bering. Bu bacha jonim tegdi meni. Ana, endi zo'r bo'ldi-da. Radar ham tushmayman, kameraga ham tushmayman. Shukr. Dadam antiradar oldi. Endi kayf etib dam olamiz. Turay ketdik. O antiradar oldingiz-ku. Ha, yo'q, mashina magnitofoni yaxshi ishlamayapti. Qo'shiq aytib borib kelasan, borancha. Oy. Aynadan ayya sevgili bilib oy yandırar ekan bu go'zal tuyg'u. Nimaga qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'shdan qilaysiz, men ketdim uyga. Qachishim lazım berdi. Ha ketyapsan? Oyimnikiga. Nega ketasan? Hozir oyim bilan gaplashdim, mana eshik. Bizga kelmasin. Sizni xizmatingizni qilsin, toshdek qotib. Baribir ketaman. Hey, to'xta. Qonim ochib ketdi. Kalmasa bilan tuxum pishirib ber. Keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman-ki. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi. Qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim, o'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotini yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyimingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yuravering shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zing yo'laymi o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuniga valna xaladenligini ana kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib maza qilib ishlatasan degandim. Valna o'zimizning milliy brend hisoblangani uchun kirmoshni ham ishlab chiqarayotgan ekan. Undan ham zakaz qildim. Bilasanmi nimadan zakaz qildim? Uzun marketdan zakaz qildim. Hozir kelyapti. Endi senga nasib qilmagan ekan. Endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim. Endi kimga nasib qilgan. Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim-da. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman diyor. Yaşamayli ekan-da. Vafadorim mani ilk bahor